Aniq faktlar va batafsil yangiliklar bilan bu kun informatsion dasturi efirda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tonggi jonli efir soatlarida boshlovchilaringiz men Sitora Jo'raboyeva hamda hamkasbim Musumbek Abdurahimov yangiliklar bilan tanishtiramiz. Tabiiy ofat, sel hech qachon hech kimdan so'rab kelmaydi va insonlarning bunga tayyor yoki tayyor emasligini ham inobatga olmaydi. Ba'zida esa oldindan ko'rilgan choralar ham talofatga to'siq bo'la olmasligi ham mumkin. Bu ofatdan ko'proq tog'li hudud aholisi jabr ko'radi. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani To'xtamish mahallasi hududidan o'tgan Baxshivor soyga keladigan sel 4 ta mahallani tuman markazidan ajratib qo'yadi. Muammoli manzilda bo'lgan mutasaddilar Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi orqali mablag' ajratib, soy ustidagi ko'prikni yangilash taklifini kiritishdi. Hozir ayni bahor mavsumi. Bu paytda yomg'ir, do'l va jala yog'ishi natijasida paydo bo'ladigan sel suvlari yo'lida uchragan narsani o'zi bilan olib ketadi. Hattoki yirik toshlarni ham. Bu toshlar esa ayrim holatlarda ko'priklarga borib tiqilishi natijasida aholiga bir qancha noqulayliklarni tug'diradi. To'xtamish mahallasidagi ko'prikda ham har bahorda ayni shu holat kuzatiladi. Sel kelib qolsa, bola chaqamizni qayerga borishimizni bilmaymiz. Bizga shu ko'pirni qilib bersalaringiz bo'ldi. Bu ko'prikdan To'xtamish, Sohibkor, Zardaqul va Chinor mahallalarida istiqomat qiluvchi 15 mingdan ortiq fuqarolar foydalanadi. Shuningdek, 500 nafardan ortiq maktab o'quvchilari ham har kuni maktabga qatnaydi. Mana shu ko'primiz ko'p yillardan beri Baxshivor darasidan sel kelish natijasida ko'prigimizni olib ketadi har yili. Bu ko'prikdan juda ko'p odamlar qo'shni qishloqlarga odamlar o'tadi, texnikalarimiz o'tadi, maktab o'quvchilarimiz ham mana shu ko'prik orqali o'tadi. Mana shunday sel kelganlarda biz maktablarga o'tilmay qolamiz. Shunga bizga yordam qilsalaringiz, mana shu ko'prikni qayta qurishda, zamonaviy qilib qurib tashlashda yordam bersalaringiz, xalqimiz ancha rozi bo'lgan bo'lar edi. Bu ko'prikdan qancha aholi foydalanadi? Nechta mahalla? Bu ko'prikdan qo'shni mahallalarimiz 4 ta mahallaga o'tadi. Asosiy ko'prik bu. Shu qishloqlarni bog'lovchi ko'prik hisoblanadi. Parlament komissiya a'zolari, Respublika jamoat fondi vakillari, Surxondaryo viloyati xalq qabulxonasi mudiri, tuman hokimi va deputatlar manzilda bo'lib, ko'prikning holatini o'rgandi. Shuningdek, Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan grant mablag'larini ajratish borasida mas'ullar tomonidan tegishli takliflar berildi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Maqsud Alimnazarov, Surxondaryo.